She'riyat ixlosmandlariga Kamina Nurmati Mo'minxonlarga salom. Endi esa e'tiborlaringizga Yosh kitobxon dasturining respublika bosqichi g'oliblariga bag'ishlangan she'rni havola etaman. Oydin qilsin yo'lingiz, bolajonlar sizlarni, kitobsevar bilimdon o'g'illarni, qizlarni, qoyil qoldirdingizlar, rosti bugun bizlarni, kitob o'qib avtomobil yutib olgan bolalar, kitob insonni doim boshlar hidoyat sari, donishi dono bo'lur, kitob sevarlar bari, bobolar Mir Alisher, Boburiylar singari, kitob o'qib avtomobil yutib olgan bolalar, yoqingizlar uchinchi Renessans o'chog'in, oshkaydir fan olami sizga albat quchog'in, sindirasiz johillar qo'lidagi pichog'in, kitob o'qib avtomobil yutib olgan bolalar, havas qilsin sizlarga barcha tengdoshlaringiz, kitob o'qing doimo birgalikda baringiz, aylantiring jannatga shu aziz diyoringiz, kitob o'qib avtomobil yutib olgan bolalar, shodligining cheki yo'q, qo'liga qalam tutib Nur Muhammad bobongiz, olqishlar she'rlar bitib, oldinda katta turar zafarlar kutib, kitob o'qib avtomobil yutib olgan bolalar. Nurmati Mo'minov, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani.